İnnemâ ana beşerun mislukum yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid fastakîmû ileyhi vestagfirûhu ve veylun lil müşrikîn. Ey Muhammed aleyhissalom, ularga ayting, hech shak shubha yo'qki, men ham xuddi sizlar kabi bir odamdirman. Menga Robbingiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Bas sizlar uning o'ziga to'g'ri toat ibodatda bo'lingiz, mustaqim bo'ling, undan mag'firat so'rang, mushriklarga esa halokat bo'lgay. Mana endi bu oyatda fastaqimu ilayhi, u uchun mustaqim bo'ling deyildi. Kishini mustaqim bo'lishligi, to'g'ri bo'lishligi Alloh uchun bo'lishligi kerak. Mustaqimsiz Alloh uchun. Odamlarning ko'ngli uchun, biror bir mukofotni qo'lga kiritish uchun, falonchilarga yoqish uchun, ularni ko'nglini ovlash uchun emas. Chunki mustaqim bo'lsangiz, bular ham bor. To'g'risiz, tarozidan urmaysiz, rost gapirasiz, mustaqimsiz. Agar shu sifat sizda bo'ladigan bo'lsa, odamlar tomonidan ham sizga foyda bo'ladi. Hurmat qiladi, ishonadi, nasiyaga beradi, ancha-muncha narsalarni nima qiladi, uslubga qilib qo'yadi bizning tilda. Endi sizni mustaqim bo'lishligingiz, istiqomangiz Alloh uchun bo'lishligi kerak, odamlar uchun emas. Fastaqimu ilayhi. U uchun mustaqim bo'linglar. Biz birodarlar qanchalar Alloh taolo uchun o'zimizni xor tutsak, Alloh taolo bizni shunchalar ko'taradi. Alloh uchun qanchalar sabr qilsak, Alloh bizni shunchalar aziz qiladi. Qanchalar Alloh taologa biz itoatda bo'lsak, Alloh taologa qanchalar bo'ysunsak, Alloh taolo boshqalarni siz bilan bizga bo'ysundirib qo'yadi. Alloh taolodan haybatlansak, bizdan ham odamlar haybatlanadigan bo'ladi. Agar qalbimizdan Allohdan bo'lgan haybat ko'tarilib ketadigan bo'lsa, odamlar ham bizdan haybatlanmay qo'yadi. Birodarlar, bu qonun. Qanchalar Allohga egilasiz, o'zingizni xor tutasiz, sabr qilasiz, haybatlanasiz Allohdan, Alloh sizni har tomondan ko'taradi. Endi buni aksi bo'lsin. Alloh bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Xohlaganda yashang. Alloh bilan hech qanday kor ishingiz bo'lmasin. Alloh taolo sizni o'z holingizga tashab qo'yadi, xor bo'lasiz. Chunki birodarlar, azizlik istiqomada, mustaqim bo'lishlikda, azizlik Allohga xor bo'lishlikda. 4-oyat. Istiqomaning yangi ma'nosi. Va allav istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Mana endi mustaqim bo'lgan bandani rizqi keng bo'lishligiga ishora. Albatta, agar ular mustaqim bo'lganlarida, to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida nima bor ularga? Albatta biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Ya'ni rizqini keng qilib qo'ygan bo'lar edik. Kimki Parvardigorining zikridan yuz o'girsa, u zot uni qattiq azobga yo'llar. Mana mustaqim bo'lishida yana bitta foydasi, rizqingizda baraka bo'ladi. Birodarlar, rizq yozilgan. Iymon keltirganmiz. Kishi onasining qornida 4 oyga to'lgan kuni farishta kelib rizqini, ajalini, amalini, baxtli yoki baxtsiz bo'lishini yozgan. Rizq yozilgan. Siz musulmon bo'lasizmi, kofir bo'lasizmi, fosiq bo'lasizmi, taqvodor bo'lasizmi, u rizq keladi. Faqat taqvoda bo'lsangiz, mustaqim bo'lsangiz, barakotli bo'lib keladi. Fosiq, fojir bo'lsangiz, barakatsiz bo'lib keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shu mazmunda hadislari bor. Banda dedilar Rasululloh, qilgan gunohlari sababli rizqining ba'zisidan, rizqining ayrimlaridan mahrum bo'lib qoladi. Rizqidan mahrum bo'ladi emas. Agar qilgan gunohi tufayli umuman rizqidan mahrum bo'lishi bo'lsa, kofirlar umuman ochidan o'lib ketish kerak. Fosiq, fojirlar umuman nima deydi, gaday bo'lib ketishligi kerak. Yo'q, Rasul aytibdilar, kishi qilgan gunohi tufayli rizqining ba'zisidan mahrum bo'ladi, ya'ni rizqini barakotidan. Shuning uchun 10 ta odam ishlashi shart emas bitta uyda. Osoyishta, xotirjam hayot bo'lishi uchun. 2 ta yo bitta odam ishlasa yetadi. Faqat shu xonadon egalari mustaqim bo'lsin, Alloh taolo barakot beradi.
Dada ishga ketdi, bo'ldi. Kelinlar, qizlar, ayollar telefonga gapirishib olgan. Endi u erkak yuribdi ko'chada, shu xotinga, bola chaqamga rizq topib kelaman deb, uydagilar, ahllar mustaqim bo'lsin. O'sha maza bemaza narsa bilan ovora bo'lmasin. Namozini vaqtida o'qisin, Qur'onni tilovat qilsin, zikrda bo'lsin, uyini pokiza tutsin, Alloh uchun. Ular ham mustaqim bo'lsin Alloh uchun, eridan qo'rqqanligi uchun emas. Shunda bitta odam ishlasa yetadi, birodarlar. Ishonaveringlar, yetadi. Shuning uchun 5 kere 5 25. 100 yil burun ham shunaqa edi, 1000 yildan keyin ham shunaqa. Mana barakotli osoyishta, osuda hayot kechirishni siri. Mustaqim bo'laylik, tamom. Agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, ya'ni mustaqim bo'lganlarida nima bor edi? La asqoynahum ma'an g'adaqa. Ularni biz mo'l yomg'ir bilan rizqlantirgan bo'lar edik. Ya'ni rizqiga baraka bergan bo'lardi deydi. Istiqomaning birinchi mevasi mulkchilik, serobchilik. Bu Alloh taoloning va'dasi. Istiqomaning mevasi bu barakali yomg'ir, mo'tadil kelayotgan samo suvi. Albatta bu ilohiy marhamat. Mana Alloh taoloning Al-Musa'ir ismini o'tdik Asmaul Husno darslarida. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh" deyishdi sahobalar. Narx-navolar Madinada ko'tarilib ketdi. "Sa'irlana, narxlarni cheklab belgilab bering." Rasululloh xohlamadilar narxni belgilashni dedi. "Innallohu huval musa'ir" dedilar. Narxlarni Alloh taolo belgilaydi dedi. Qanaqa qilib? Narx-navo birodarlar, dehqonchilikka bog'liq. Dehqonchilik serob bo'lsa, narx-navo arzon bo'ladi. Endi dehqonchilik nimaga bog'liq? Nimaga bog'liq? Ob-havoga bog'liq. Ob-havo kimning qo'lida? Ana, ob-havo Alloh taoloning qo'lida. Demak, mustaqim bo'lasiz. Ob-havo mo'tadil keladi. Kerak bo'lganda yomg'ir yog'adi, kerak bo'lganda ob-havo chiqadi. Dehqonchilik zo'r. Binobarin narx-navolar ham arzon bo'ladi. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, biz ularni mustaqim bo'lganlarida, biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Demak, insonlar mustaqim bo'lsa, ularning ustiga xayriyat yomg'iri keladi. Endi istiqomadan chiqib ketsa odamlar, mustaqimlikdan chiqib ketsa, samo suvi kamayadi. Qachon hayo suvi kamaysa, samo suvi kamayadi. Qachon ayollarning go'shtlari arzon bo'lsa, chorvalarning go'shtlari qimmatlashadi. Ayollarning jasadlariga, ayollarning badanlariga, tanasiga yetishlik oson bo'lsa, ayollarning tanalari arzon bo'lib ketsa, fahsh yoyilsa, ayollarning hayosi, iffati ko'tariladigan bo'lsa, ayollarning go'shti arzon bo'lsa, chorvalarning go'shti qimmat bo'ladi. Birodarlar, bu Alloh taoloning bu koinotga qo'yib qo'ygan sobit qonunlari. Agar odamlar uchun Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, odamlar uchun Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, bu odamlar ham Alloh uchun qadrsiz bo'ladi. Bu darslarimizni avvalida ikkita hadisda aytganmiz. Mana shu ikkita hadis bizning shiorimiz tazkiyotun nafs ilmida. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa nafsini, Robbisini taniydi. Ikkinchi hadisimiz: "Man amila bima alima, awrasahu Allohu ilma ma lam ya'lam." Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh bu bandaga bilmagan narsalarning ilmini berib qo'yadi. Mana mustaqim bo'lsak, barakot kelishini bildik. Endi amal qilaylik-da. Barakot keladi. Endi bilganimizga amal qilganligimiz uchun yana bilmagan narsalarimizni ham ilmini beradi. Nima degani bu? Boshqalar eshitib tushunmagan narsani darrov tushunasiz. Boshqalar qarab ko'rmayotgan narsani darrov ko'rasiz. Bilganiga 100% amal qilgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Undan keyin sahobalar bo'lishadi. Undan keyin tobiinlar bo'lishadi va hokazo. O'shuning uchun qaranglar-da, ular bilgan ilmiga amal qilishuvdi, dunyoni Alloh taolo ularning oyog'ini tagiga to'kib qo'ydi.
Ular bilgan narsasiga amal qilishuvdi. Alloh taolo ularni tuya haydab yurgan, qo'y haydab yurgan, teze hidi kelib turgan sahroya arablarni butun dunyodagi ummatlarga ustoz qilib qo'ydi. Aytdi-ku, Alloh uchun ular xor bo'ldi, nafsini xor qildi, Alloh ularni aziz qildi. Ular Alloh uchun sabr qildi, Alloh ularni ko'tardi. Biz shuna qila olmayapmiz-da hozirgi ummat. Mana bugun eshitdik. Mustaqim bo'lsak, barakotli yomg'ir bo'lar ekan. Mustaqim bo'lsak, rizqimizda barakot bo'lar ekan. Mustaqim bo'lsak, dunyoda osuda hayot bo'lar ekan. Ko'p pul topish shart emas, birodarlar. Halol, barakali pul topish kerak. O'shuning uchun nech pul topasan, bu ishni qilsang deb so'ramanglar.